Qanchaga? 50 millionga. Yil nechi edi? 2015. 2015. 50 million naqdgami? 50 million. Hovli qayerga? Gulistonda. Gulsonga ketdimi? Yo'q, G'allar. G'allar olgan. Barakasi bersin akalar. Mana real naq 50 millionga Nexik. Zo'r naq deb o'ylayman. Sotildimi? Yo'q. Sotilmadi. Telefon nomerni aytib qo'y. 97lik. Hop. 50 40. Yil nechi? 96. Qancha deymiz aka narxini? 30 ming. 25 million naq desa nima deysiz? Yo'q, hal o'ylab ko'radi. Hovli qayerda? Qashqadaryo. Yo'q. Qo'shsa berasa? Qashqadaryodan yuri kellaysiz. Yuribmizda. Ha, bo'l. Yo'q. Like bosib o'ramiz akalar. Ishlaymiz. Ha, shu yerda ishlaysiz. Qashqadaryo mashinasi Jizzax mashina bozorida akalar 25 million tepasi so'rayapti. Sotamizmi? Telefon nomerni aytib qo'ying. 91. Hop. 93. Yil nechi? Qancha deymiz aka? 2010. 40 million naqd desak nima deysiz? Ha? Ekan, va hovli qayerda? Yo'q, akalar, mana. Nexi 2 40 million tepasi so'raymiz deyapti. Qanchaga olsak bo'ladi? 40 million tepasi. Sotamizmi? Telefon nomerni ayting. Aha. 99 Hop. 495 20 Yil nechi? 12 16. Qancha deymiz? 4900 2000 pullarni varat ketdi. Yo'q, telefonlashamiz. Akalar mana Nexi 2. Xo'p bo'ldi aka, sotildimi? Qanchaga? 50 millionga. Yil nechi edi? 2015. 2015. 50 million naqdgami? 50 million. Hovli qayerga? Gulistonda. Gulsonga ketdimi? Yo'q, G'allar. G'allar olgan. Barakasi bersin akalar. Mana real naq 50 millionga Nexi 2. Zo'r naq deb o'ylayman. Nexi 3. Sotilmadimi? Yo'q. Sotamizmi? Telefon nomerni aytib qo'ying. 94lik 190 90 25. Yil nechi? 2020. 2020 qancha deymiz aka? 110. 100 million naqd qilaylik, nima deysiz? Bo'lmaymi naqd deb telefon qilsa? Hovli qayerda? Hovli G'allar oldi. Qo'shsa berasa? G'allar oldan? Bo'ldi akalar, mana Nexi 3 100 million tepasi. Nima deymiz akalar? Like bosib, kommentariy yozib o'ramiz, qanchaga olsak bo'ladi. Sotilmadimi? Sotilmadimi? Sotilmadi aka. Telefon nomerni aytingiz. 93lik. Aha. 295 0209. Yil nechi? 96. Qancha deymiz aka? 20 deyapti. 96. 15 million naqd deylik, nima deysiz? 15 yarimga bermadik aka. Naqdmidi? Naqdga bermadik. Qo'shsa berasa? Qo'shsa beradi. Hovli qayerda? Forish Zernoviy. Xorijdan. Bo'ldi akalar, mana 15 million naqdga berilmoqda. Qanchaga olsak bo'ladi, kommentariy yozib o'ramiz. Sotilmadimi? Sotamizmi? Telefon nomerni ayting. 99 555 49 90. Yil nechi? 13. Qancha deymiz? 88 million. Hozirroq o'tiladi. 2013 mexanika. 80 million naqd qilaylik shuni aka. Bo'lmaymi naqd desa. 86 ga beriladi. Ha, berib naqdmidi? Yo'q, hovli qayerda? Qo'shsa berasan? Yo'q, akalar, mana 86 millionga berilmoqda Cobalt. Qanchaga olsak bo'ladi? Jizzax mashina bozorida. Srochno arzon narxda Nexia 1 sotuvga qo'yilyapti. Yili 2005-yil gazda, benzinda yuradi. Motor korobka qilib qo'yilgan, minishga tayyor. 100 talik gaz baloni bor, chexol, polik, mejikar yangi. Narxiga keladigan bo'lsak, bozorda 40 million atrof sotilayotgan Nexia 1ni 36-37 million deb baholadik. Naqd puli borga yana o'tib berish ehtimoli bor. Kimga qiziq bo'lsa, nomerlar kommentariyada. Egasidan saqlangan Nexi 3 srochno sotuvga qo'yilyapti. 2019-yil 15 ming kilometr yurgan, gaz qo'yilmagan, hali benzinda turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, egasi 9 ming atrofi xohlagandi, men 110 millionga baholadim. Naqd puli borga yana o'tib berish ehtimoli bor. Kimga qiziq bo'lsa, nomerlar kommentariyada. Egasidan srochno sotiladigan UAZik bor. Yili 91-yil, motor qilingan, yangi akkumulyator qo'yilgan, minishga tayyor, hech qanaqa ishi yo'q deyishmoqda. Narxiga keladigan bo'lsak, bozorda 40 million atrofida sotilayotgan UAZikni 30 millionga baholadik. Naqd puli borga yana o'tib berish ehtimoli bor. Adres Paxtako'rda, telefon nomer kommentariyada. Cobalt nima bo'ldi aka? Sotilmadimi? Bo'ldi, sotildi. Sotildimi? Qanchaga? 102,5. Yil nechi edi? 17. 2017 avtomat. Mexanik. 100 qanchaga? 2,5. Naqdmidi? Yo'q, zo'r. Qayerga ketdi xudo xolasa? 63 ga. 60 qayerga? Arnosa emasmi? Yo'q, ana xos. Havosga? Yo'q, bu Dashtobodga qarab. Dashtobodda. Yo'q, akalar, mana realni sotilgan 2017 Cobalt. 103 million, 102 million, 103 million atrof.
Real narx. Xonadon mebel Jizzax bo'ylab uy va ofislarni professional darajada jihozlash xizmatlarini taklif qiladi. Siz xohlagan dizaynda ofis, oshxona, yotoqxona, bolalar xonasini uyingizga borib, o'lchamlarini olib, yasab berish, o'rnatib va ta'mirlab berish xizmatlarini taklif qiladi. Murojaat uchun telefon 91 626 66 69. Cobalt akalar. Sotilmadim? Yo'q, Sotamizmi? Sotamiz. Telefon nomerini aytib qo'ying. 90 297 44 53. Yil nechi? 23. 20-31 ming yurgan ha? Ha, 23. Ha, 23 mi? Hafta. Qancha deymiz narxi? 11200 dan qaytdi aka. Ziyodaga bo'lsa beraman, naqd pulga. Naqdmidi 11200? Naqd. 11300 naqd bo'lsa berasizmi endi? 400 bo'lsa beraman. 400 bo'lsa. Hovli qayerda? Moskvaga olib. Metani bormi? Bor. Gap yo'q. Akalar mana zo'r narx deb o'ylayman. Avtomat 2020. Qanchaga olsak bo'ladi? Lekin yomon narx aytmayapti, zo'r narx aytyapti u. Assalomu alaykum. Salomga. Sotildimi bu? Sotildi. Yil nechi edi? 2015. 2015. Kraska tozamidi? Yo'q, bor edi. Qanchaga sotildi? Bitmalari bor. 73 milliondan 73. choyga variantga. Ha, choy varianti bor. Qayerga ketdi xudo olasa? Usmatga. O'smatga barakasini bersin. Akalar mana. Real sotilgan 2015. Nexia 2. Jizzax mashina bozori. Nexia 1. Sotilmadimi aka bu? Sotamizmi? Telefon nomerini aytib qo'ying. Aha. 93lik 301 89 87. Yil nechi buni? 2006. Qancha deymiz? 50 millionda. 2006 ekan, uncha qimmat aytyapsiz aka. Yili 2006 ha? 40 million naqd desa nima deysiz? Bo'lmaydimi? Tepasi so'rasin ha. Bo'l, akalar. Qanchaga olsak bo'ladi? Nexia 1 2006. Qimmat aytyapti deb o'ylayman. Kommentariy yozamiz, nima like bosib yuboramiz. Mana sotilmadimi aka? Ha? Sotilmadi? Yo'q, sotilmadi. Telefon nomerini aytib qo'ying. 99lik Hop. 211 93 20. Yil nechi buni? 78. Qancha deymiz? 22 bo'lsa berib yuboramiz. Qimmat So'mda. emasmi aka? 22 So'mda. million so'm. 18 million naqd desa nima deysiz? Yo'q, Berilmaymi? yo'q. Hovli qayerda? Hovli Gagarinda. Yo'q, telefon qilaversam. Mana akalar Gagarini bolalar. Qanchaga olsak bo'ladi? 18 million naqdga bermayman de. Sotildimi, nima bo'ldi? Telefon nomerini aytib qo'ying. 94lik 901 9404. Yil nechi buni? 2003. 2003 mi? Qancha deymiz? 40 kam bor. 2003 35 naqd desa nima deysiz shunga? Yo'q, Bo'lmaydimi? 35 narxga bermaydi. Hozir naqd deganmi? 35 Ha, narx. hovli qayerda? Zardon. Motor nima? So'z. Telefon qilaversin ha? Gap yo'q. Akalar mana 35 million naqd 2003 Nexia 1 berilmabdi. Qanchaga olsak bo'ladi? Entra akalar. Sotilmadimi? Yo'q, yo'q. Telefon nomerini aytib qo'ying esa. 4lik. Aha. 587 70 million. Yil nechi buni? 18. Qancha deymiz? Ikkita pitnosi bor. Shu 115 million bo'lsa 2018 2018 mexanika. 110 naqd qilib qo'yaylik shuni. Yo'q, hozir 13 ga ham berman. 13 ga bermadi. Naqdmidi? Gap yo'q, qo'shsa berasan. Hovli qayerda? Guliston. Gulistondan ha? Sirdaryo mashinasi akalar mana Jizzax mashina bozorida yaxshi narxda aytyapti deb o'ylayman. Like bosib o'ramiz. Sotilmadimi? Sotilmadimi? Sotamizmi? Telefon nomerini aytib qo'ying. 93lik Hop. 302 92 90. Yil nechi? 2011. Qancha deymiz? 45 deyapman, kelishamiz. Yili yaxshi ekanda 35 naqd desa nima deysiz? 35. Bo'lmaymi? Hovli qayerda? Gagarin Mirzasho'da. Telefon qilaversam? Bo'ldi. Gagarindan ekan akalar 35 naqdga bo'lmaydi deyapti. Qanchaga olsak bo'ladi? Like bosib o'ramiz, komment yozib o'ramiz. Mana bu sotildimi ekan? Sotildimi Nexia 1? Yo'q, Sotamizmi? sotamiz. Telefon nomerini aytib qo'ying. 50 504 73 30. Yil nechi buni? 2008 Qancha deymiz narxini? 45 deydi. 2008 ekan 40 million naqd desa nima deysiz? Beramiz. Beramiz. Hovli qayerda? Alloh razı Gap yo'q, mana G'allaroldan akalar o'zi zo'r narxda aytadi. Nexia 1 2008 40 million naqd bo'lsa berib yuboraman deyapti. Like bosib o'ramiz, Jizzax mashina bozori. Cobalt nima bo'ldi aka? Sotilmadimi? Bu sotildi. Sotildimi? Qanchaga? 102 yarim. Yil nechi edi? 17. 2017 avtomat. Yo'q, Mexanik. 100 qanchaga deyapsiz? 2 yarim. Naqdmidi? Gap yo'q, zo'r. Qayerga ketdi xudo olasa? 63 ga. 60 qayer u? Arno soymasmi? Yo'q, ana xos. Xavosga? Yo'q, bu Dashtobodga qarab. Dashtobodda. Gap yo'q, akalar mana realni sotilgan 2017 Cobalt. 103 million, 102 million, 103 million atrof. Realni narx. Sotildimi? Yo'q. Sotilmadi. Telefon nomerini aytib qo'ying. 97lik Hop. 021 50 40 Yil nechi? 96
Qancha deymiz aka narxini? 30 mi? 25 million naqd desa nima deysiz? Yo'q, sal o'ylab ko'raman. Hovli qayerdan? Qashqadaryo. Gap yo'q. Qo'shsa berasa? Qashqadaryodan? Yuri kelasiz. Yuribmizda. Ha, bo'l. Gap yo'q. Like bosib o'ramiz akalar. Ishlaymiz. Ha, shu yerda ishlaysiz. Qashqadaryo mashinasi Jizzax mashina bozorida akalar 25 million tepasi so'rayapti. Nexia 2 akalar. Nima bo'ldi? Sotilmadimi? Yo'q, sotilgan. Telefon nomerini aytib qo'ying. 93'lük Aha. 563 014 Yil nechi? 2011 Qancha deymiz? 65 milyon. Tozami kirasiz? Toza. 65 million. 60 naqd desa nima deysiz? Yo'q. Bo'lmaydi. Hovli qayerdan? Jizzax shaharda akalar toza Nexia 2. Nexia 1. Sotilmadimi aka bu? Sotamizmi? Ha, sotamiz. Telefon nomerini aytib qo'ying. 88 121 01. Yil nechi? 97 Qancha deymiz narxini? 2200 So'mda. 27 25 naqd qilib qo'yaverik shuni. Gap yo'q. 26 million naqd sanaganga beraman deb Nexia bu. Nima bo'ldi? Sotildimi? Assalomu alaykum. Sotilmadimi? Yo'q. Telefon nomerini aytib qo'ying. 99'lik Aha. 093 2205. Yil nechi? 2020 1.5 turbo kraska 100% toza. Avtomat, ha? Avtomat. Qancha deymiz narxini? 21 ming o'zi berib beramiz aka. 20 naqd desa nima deysiz? Bo'lmaymi? Hovli qayerdan? O'tasizmi? Bo'l. Akalar, Malibu. Kimga qiziq bo'lsa, 21 ming deyapti. Ozgina o'taman dedi. 20 ming naqdga bo'lmaydi ekan, 21. Nexia 1. Sotildimi aka bu? Sotdingizmi, sotilmadimi? Yo'q, Telefon nomerini aytib qo'ying. 95lik. Aha. 084 0804 variant ham ketadi aka. Yil nechi buni? 97 boshida 10 million bo'lsa bo'ldi aka. Naqdga qancha deymiz aka? 30. 25 naqd desa nima deysiz? Yo'q, 28 narx. Hovli qayerdan? Zomin. Gap yo'q akalar, mana 28 million naqd bo'lsa Nexia 1. Nexia 1 sotildimi aka? Sotildimi? Yo'q. Sotamizmi? Telefon nomerini aytib qo'ying. 93 Hop. 520 95 0. Yil nechi buni? 96. 96. Qancha deymiz narxini? 30 dedi kami bor. Kelishtiraylik aka. 25 million naqd desa nima deysiz? Ko'ramiz. Telefon qilaversammi? Bo'l. Hovli qayerda siz aka? Karlov. Gap yo'q. Nexia 1 akalar 25 million so'm. Jizzax mashina bozorida faqat. Sotilmadimi aka? Sotamizmi? Sotamizmi? Telefon nomerini aytib qo'ying. 91 Hop. 593 Yil nechi? Qancha deymiz aka? 2010. 40 million naqd desak nima deysiz? Ha? 40 ekan. Va hovli qayerda? Gap yo'q akalar. Mana Nexia 2 40 million tepasi so'raymiz deyapti. Qanchaga olsak bo'ladi? 40 million tepasi. Nexia 1. Sotilmadimi aka bu? Sotamizmi? Telefon nomerini ayting. Ya telefon nomeri kerak emas, Nexia 1. Sotilmadimi aka? Sotamizmi? Telefon nomerini aytib qo'ying. Ko'rlik. Ha. 011 97 25. Yil nechi? 2008. Qancha deymiz? 40 bo'lsa ham kelishamiz. 35 naqd desa nima deysiz? 37 dan bo'ladi. Naqdmidi? Berilmadi. Hovli qayerdan? Yagari. Gap yo'q akalar. Zo'r. Mana real narxda aytyapti. Baxtiyor Shodiyev desa chiqadi akalar. 37 million naqdga berilmadi. Qanchaga olsak bo'ladi? 40 deyapti egasi. Sotamizmi? Telefon nomerini ayting. Aha. 99 Hop. 495 22 22. Yil nechi? 12 Qancha deymiz? 4900 2000 pullarni variant ketdi. Gap yo'q. Telefonlashamiz. Akalar mana Nexia 2. Nexia sotilmadimi aka? Yo'q, yo'q. Sotamizmi? Ha. Telefon nomeri. 91'li Hop. 595 60 99. Yil nechi? 2010 Qancha deymiz aka? 44 milyon. 40 million naqd desa nima deysiz? Yil ona. Gap yo'q akalar, mana real narxda aytib 40 million Nexia 1. Sotamizmi? Telefon nomerini aytib qo'ying. 97li. Hop. 213 228. Yil nechi? 2005. Qancha deymiz aka? 65. 2005 ekan, qimmat emasmi? To'qtozada aka. Toza. 55 naqd desa nima deysiz? Bo'lmaydi. Gap yo'q akalar, toza Nexia 1 ekan. 65 million so'm deyapti. Olsak bo'ladimi? Kommentariy yozib yuboramiz, like bosib yuboramiz. Nexia 3. Nima bo'ldi aka, sotildimi? Sotamizmi? Telefon nomerini aytib qo'ying. 94lik. Hop. 576 Aha. 067. Yil nechi? 19. 2019 mexanika qancha deymiz? 8000 aka. 7700 naqd desa nima deysiz? Gaplashamiz. Gaplashamiz, hovli qayerda? Zafarobod. Gap yo'q akalar, mana Zafaroboddan Nexia 3 7700 dollarga olsak bo'lam. Sotilmadimi?
Sotamiz ha? 30dan qaytdi. Telefon nomerni ayting. 95lik Hop. 911 Aha. 9838. Yil nechi buni? 2001 oldi orqasi but-butun aka. Variantga ham chiqadi 10 million puli bor ekan. Gap yo'q. Qayerdan aka hovli? Zomin. Zomindan. Ha, zomin. Telefonlashamiz esa. Bizga 3-4 ta tirikchilik 5-6 ta mashinalarimiz bor. Chiqaramiz, Bo'yiga aloqaga chiqaversin. 30 millionga berilmadi bu. Naqdga 2001 Nexia 1 akalar 30 million naqdga berilmadi. Sotilmadimi? Yo'q. Telefon nomerini aytib qo'ying. 94 345 85 06. Yil nechi? 11. Qancha deymiz? 4000. Kraska tozami aka? Kraska Kriloda bu. Qimmat emasmi to'g'ri? 3700 naqd desa nima deysiz? Kelishamiz. Kelishamiz. Hovli qayerdan? G'aldarolla. O'g'il akalar mana Nexia 2 yaxshi narx ayting deb o'ylayman. 3700. Gentra so'ragan aka. Nima bu? Sotildi? Qanchaga? 110 millionga. Yil nechi edi? 2019. 110 million so'm naqd. naqd. Qayerga ketdi xudo olasa? Bumi? Ha. Zafarobod Oximoboyev. Zafarobodga barakasini bersin akalar. Zo'r narx. Gentra mana akalar Zafarobod Oximoboyevga ketdi. Jizzax moshina bozorida sotilyapti. Like-ni bosib o'ramiz. Cobalt akalar. Sotilmadimi aka? Oldik aka buni. Oldingizmi? Qanchaga? 87 ga. Yil nechi edi? 14. Gap yo'q. Qayerga ketdi? Porschega. Barakasini bersin. Mana akalar real narx.